Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Mana bugun Dongfeng avtosalonimizda Jeyran elektroskuterlarini obzorini qilamiz. Aziz kuzatuvchilar, mana bugun sizlarga 3 xil turdagi elektroskuterlar tanishtirib o'taman. Bu elektroskuterlarimiz tashqi dizayn tomonidan farq qiladi. Chunki nega? Ko'rinishi faralaridan ko'rib turibsizlar, buniki katta fara, buniki kichikroq fara, buniki dumaloq fara. Shu sifatidan farq qiladi. Hozir kunda bu elektroskuterlarimiz ommalashgan. Ko'chalarda ko'rishingiz mumkin. Hamma joylarda uzoqda yaqin qiladigan transport sifatida foydalanyapti. Yurish tezligi uchalasini ham bir xil 50-55 60 gacha tezligi, zaryadga quvvat qilishi, necha kilometrga yetishi ham bir xil. Bir zaryadga qilganda 60 uzog'i 70 kilometrgacha yuradi. Kuzatuvchilar, hozir sizlarga elektroskuterni tezda obzorini qilib beraman. Bagaj ochilishi kalit bilan orqaga burilganda ochiladi. Mana elektr zaryadka quvvatlovchi shu yerda turadi. Knopkasi bor. Qo'shiladi knopkasi. Kalitni burilsa mana yoqildi. Keyin mana bu yerda tormoz ushlagichda bir bossa harakatlanadi. Mana tezligi hozir mana ikkinchi skorsda 45. Mana uchinchi skorsda 50 gacha chiqyapti. Birinchi skorsda mana 39-40 gacha yuradi. 3 ta skorsli sistema mavjud. Faralarni yoqish sistemalari, signallari bor. Mijigar pultlari bor. Hamma tomonlama qulay chiqqan elektroskuterlar. Hozirgi kunda bu elektroskuterlarimiz chegirma narxlarda sotilyapti. $425 dan $470 elektroskuterlarni xarid qilib olishingiz mumkin. Kimga qiziq bo'lsa, pastdagi raqamlarga bog'laning va batafsil ma'lumot oling. Hozir mana elektroskuterimizni test drive qilib beramiz. Keldingiz, skuterga o'tirdingiz. Kalitni yoqasiz. Haydab ketasiz. Keling, xarid qilib oling.